Assalomu alaykum. Sizlar bilan Garaj 21. Bugun Lacetti va Gentra narxlarini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Gentra 2020 150 yurgan, bir qo'l haydalgan, zavodskiy metallari bor. Hammasi chotki udaridan. Diskalar mana shu udardan qo'ygan ekan. Gentra 2016-yil kapot tozalag'ishi va kapot almashgan, faqat ustiga narsa tushib ketganligi uchun. Atak qolgan joyi radnoy turibdi, kraskalar chotki zavodskiy turibdi, polni metallari bor. Salonlar ham yaxshi, mashina chotki turibdi. Salon ishdan qilingan, polni chexol povlik. Avtomatik korobka, kraska yemagan ishqig'i, quruq 1,5 quruq yurgan. Salonlar shu mehr berganlar, salonlar ham chotki. Cheg'a kraska yemagan. Hop 2018 oq Gentra. Motorlar chotki joyida turibdi, metallari bor. 145 ming yurgan, salonlar addishi mehr berilgan. Mejigar pultlari bor. Narxi 125 million deyaptilar. Tushib beradilar bizning nomimizdan chiqadigan bo'lsangiz narxlarni, qolni. Kraskalar zavodskiy, top-toza, metallari bor. 2009-yil chiqqan avtomobilimiz. Dedik oq, ozroq kraska urilgan, bir ikkita joylarda bor. 350 ming yurgan. 3,5 quruq yurgan. Atak sasana 3,5 quruq yurgan bo'lsa ham normal turibdi. Yangi Mazda deydi-yu. 2024 tonirovkalar ruxsatnoma bor. Salonlar vaqti idealni. Mashina chotki holda turibdi. Shu Mazda deganlarcha bo'ldi 100%, как положено. Manzalar, maza qilasizlar-ku. Michelin maksimumda balon udaridan bor, $200 ga qo'yilgan. O'sha orzu havas qiladigan mashinadan bittasi.